ukamiz ish doktori bloger ukamizni hozir bitta frank qilib qo'yamiz. Nima bo'lar ekan? Chaqiryapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz uka? Hayatullo nomingiz nima? Hayatullo, tish olasizmi? Tish davolaysiz? Manzilingizni ayta olasizmi? Ha, har xil tishlar ko'raverasizmi yo bir xil tish ko'rasizmi? Bolamdek bo'lib qolganingiz-ding. Mishimni tishi og'rib qoldi, ana shuni ko'rib qo'yamikin, yo ko'rmasmikin deb telefon qilyaptik. Bolamdek bo'lib qolganda endi u ham. Jonzot-ku. Bolam ustimdan kulyapsiz, ha? Maqsadim mana shu jonzotga ham tishlari og'rimasin deyman-da. Men sizni yaxshi zumnoy deyishdi, el taniydigan zumnoy deyishdi. Endi aka unchalik bo'lmaydi-da, kibrlanib ketibsizlar. Ikkita video olgan odam bo'lib. Siz klientni tanimaysiz-da, polis ko'p-da sizni. Nima qilay, olib boraymi? Ko'rib qo'yasizmi? Uka, men bilan gaplashing siz. Siz bilan men odam deb telefonda gaplashyapman. Ko'ra olmaysizmi? Kibr o'tib ketibsizlar-da, pulinglar ko'payib ketdi. Hayatullo degan bola sizda, ha? Endi klientlarni qanday taniysiz? Hozir 200 ming so'm qarzim bo'lganda tanardingiz. Rajan akangizmi uka, bir frank dedim. Aka, rozi bo'lib qo'yasiz. Salomat bo'ling aka. Aka, rozi bo'ling, Instagramga qo'yaman. Tinch bo'ling aka. Uka, strukturni pishirib qo'ydik.